90 million so'mga bitta Spark olgan bo'larmidinglar yoki bitta dona eshikmi? Bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Faqat valerianka ichib ko'ringlar. Ko'rib turgan eshiginglar arzimagan 90 million so'm turadi. Tasavvur qilinglar, vahima qilmanglar. Endi eshitinglar yaxshilab. Bu dub va qayrag'ochdan qilingan, Italiyadagi burungi zamoklarning eshigini точно kopiyasini qilishgan dizaynerlar. Bundoq qaranglar. Shu eshikdancha ertalab bitta kofe bilan keyin chiqib kelsalarchi 90 million emas, 190 million berishga rozi bo'lasiz. Aka, to'g'rimi? Bu eshik sal arzonroq, lekin bu eshikka kirib chiqadigan odamni eshitsanglar, qiymati 10 barobar oshib ketadi. Mana shunda ochib, Kremldan Vladimir Vladimirovich Putin shaxsan o'zlari kirib chiqqanlar bu eshikdan. Allayotganim yo'q. Kremlda qo'yilgan. Mana bu yerga qaranglar, yaqin. Mana bu V aynan Vladimir Vladimirovich Putin degani. O'zinglarni podshoh qilib qismoqchi bo'lsanglar, mana shu eshikdan ovorasizlar. Bu eshik ozgina arzonroq, 43 million, lekin bir boshli butun dubdan qilingan. Bilaman, men valerianka ichib keldim. Sizlar ichib olinglar, hali vaqt bor. Vahima qilib tashamanglar. Men uyimga byudjetli variantni oldim. Bu do'konda byudjetli eshiklar ham juda ham ko'p. Masalan, mana bu rangini ko'ryapsizlarmi? Aynan shu eshikni men o'zim uyimga buyurtma qildim. Narxi unaqa qimmat emas. 2 million 300 larga aylanadi. Sifat ko'rib turganinglardek, xohlasanglar boshqacha rangi. Va bundan tashqari bu showroomda juda ham ko'p har xil eshiklar qo'yilgan. Ko'p gapirgandan ko'ra bitta ko'rsatib yuboring. Xohlagan byudjetingizga, xohlagan cho'ntagingizga. Arzonrog'i ham bor, o'rtasi ham bor. Aytganimdek, bitta Sparkga puli turadigani ham bor. Bundan tashqari hozir urfga kirayotgan mana bunaqa dekorativniy panellar ham bor. Xohlasanglar kravatning orqasiga, xohlasanglar televizor orqasiga, lekin narxlari ham juda ham hamyonbop. Razmerini ko'ryapsizlarmi? 218.700 so'm. Katta bitta panel, arzimagan pul, lekin vidi bomba, ishoninglar. Bundan tashqari bu O'rta Osiyodagi eng katta laminatlarning showroomi. 1200 kvadratda. Tasavvur qiling, xohlasangiz arzonrog'i, xohlasangiz o'rta narxi, xohlasangiz qimmati, любойni kelib mana shu yerda buyurtma qilib ketsangiz bo'ladi. Eshikdan tashqari xohlagan ruchkalaringlarni tanlasanglar bo'ladi va undan tashqari plintuslarni xilma-xili. Men o'zimga mana bunaqa kremovoy plintus zakaz qildim. Ishoninglar, remontim bitgandan keyinchi mana shunday jag'im poq qilib osilib qoladigan darajada bo'ladi.